U qo'lsiz va oyoqsiz tug'ilgan. 10 yoshida u vannada o'zini cho'ktirib o'ldirmoqchi bo'lgan. Bugungi kunda uni 70 ta mamlakatda 500 milliondan ortiq kishi tingladi. 1982-yil. Nik tetraameliya sindromi barcha qo'l-oyoqlarining yo'qligi bilan dunyoga keldi. Ota-onasi uchun bu katta zarba edi. Otasi ko'z yoshlari bilan palatadan chiqib ketdi. Onasi esa uzoq vaqt o'g'lini qo'lga olishga jur'at eta olmadi. Maktab uchun jang maydoniga aylandi. Avstraliyadagi oddiy sinfda birinchi nogiron bo'lgan bola tazyiqlarga uchradi. Har bir kun oddiy tengdoshlari va o'qituvchilari orasida o'zligini saqlab qolish uchun qiynoq va kurash bilan o'tdi. 10 yoshda u vannada o'zini cho'ktirmoqchi bo'ldi. Uni faqat oilasiga bo'lgan muhabbat asrab qoldi. Nik ota-onasiga bunday azob berishni xohlamadi. Keyinchalik u ana shu zulmatni o'zining suyanchig'iga va hayot foydasiga asosiy dalilga aylantirdi. 13 yoshida Injilni o'qishi uning fikrlarini o'zgartirib yubordi. Nogironlik u uchun hukm bo'lmay qoldi. Nik anglab yetdi. Ruh tanadan muhimroqdir. Uning hayotida esa buyuk missiya bo'lishi mumkin. Oyog'idagi ikkita barmoq yordamida u yozishni, kompyuterni va hatto surfingni o'rgandi. Har bir oddiy harakat azob orqali amalga oshirdi. Lekin hazil, mutoyiba unga o'z cheklovlarini ajoyib kuchga aylantirishga yordam berdi. 19 yoshda ilk nutqi, azob haqidagi samimiy hikoya olqishlarga sabab bo'ldi. Mutaxassisligi bo'yicha buxgalter bo'lgan Nik insonlar qalbi va umidlarini moliyalashtirishda o'z maqsadini topdi. Life Without Limbs qo'l-oyoqlarsiz hayot fondini tashkil etib, u stadionlarni to'ldira boshladi. Uning shiori agar men qo'l-oyoqsiz baxtli bo'lsam, sizda hech qanday bahona yo'q. Butun dunyo bo'ylab millionlab odamlar uni eshitdilar. 2012-yilda u Kanaya ismli qizga uylandi. O'zini sevgiga noloyiq deb bilgan bola oila qurdi. Ularning 4 nafar farzandi bor. U imkonsiz narsaning imkoni borligiga bo'lgan ishonchning tirik ramzidir. Uning o'ziga xos usuli sahnada yiqilib tushish. Nik sekin-asta o'zi turadi va shunday deydi: "Men yiqildim, lekin yotib qolmadim." O'sha lahzada butun dunyodagi zallar yig'iladilar va o'zlariga qaytadan ishona boshlaydilar. Bugungi kunda Nik Vujicic 70 dan ortiq davlatda chiqish qildi. Uning chiqishlarini 500 milliondan ortiq odam ko'rgan. Kitoblari o'nlab tillarga tarjima qilingan. Uning 4 nafar farzandi bor. 10 yoshida vanna yonida turib ketish haqida o'ylagan bola dunyodagi eng nufuzli ovozlardan biriga aylandi. U o'z hayotiga qarshi emas, balki aynan u qanday bo'lsa, shundayligi uchun minnatdorlik bilan bunga erishdi.